Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 2025-yil 14-mart. Hafta kuniga juma. Jumalar muborak bo'lsin hammaga. Mana sigirlarimiz 3-kecha bugun tashqarida ochishi. Ba'zi joylarda to'g'ri bundan oldinroq chiqargandir tashqariga, ba'zi joylarda hali chiqmagandir. Video ham sifatsiz bo'layotgan bo'lsa uzr. Endi mikrofonim yo'q. Telefonimiz ham o'zgarishi telefon. Mana jigar kasalligi uchun ukol qilingan sigirimiz. Natija menimcha mana bugun 3 kunmi bo'ldi-da, 3-kunmi. Yomon emas. Junlari tushib qolgan edi. Endi yaxshi. 10 kunlarda xudo xolasa ancha yaxshi bo'lib qoladi.